Hop, kim aytdi sizlarga ona quyon boqish oson deb? Uni o'limiga chidashingiz kerak. 1. Uni hidiga chidashingiz kerak. 2. Uni kasaliga chidashingiz kerak. 3. Mana men ham kasallanib, men ham shamollayapti, mana aksiryapti. Hop, mana shuncha narsasini sanab berdim. Vaqtida qarashingiz kerak, vaqtida e'tiborli bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa uni yana bitta narsasi qo'shishga chidash kerak, ya'ni qo'shishni bilish kerak. Mana bu mazgi 3 oymi bo'ldi tuqqaniga hali qo'shilmayapti. Bolalarni o'ldirib qo'ygan hammasi. Quyon boqish oson emas. Uni o'rganish kerak, bilimini olish kerak, ilmini olish kerak deganlar. Assalomu alaykum, Tomorqa biznes kanali muxlislari. Bugun sizlar bilan yana xudo xolasa quyonlar haqida bo'ladi. Ya'ni mana shu videomiz quyonlar haqida. Yangiliklar va o'lib qolgan quyon bolasi haqida bo'ladi videomiz. Birinchi o'shandan qarang, mana bu bolalar edi. 17-iyunida tug'ilganida bular. Xudo xolasa bugun 1-avgust bo'lsa, demak, qancha? 1 oy 13 kun, ya'ni 1,5 oy desak ham bo'ladi. 1,5 oylik quyonchalar, deyarli 1,5 oylik quyonchalar. Yotibdi, lekin u ham tirik. 3tasi qoldi. 8 tadan 3tasi qoldi. Xato qilib mana 3taga tushirdik. Mana bugun ertalab, kecha yaxshi edi, bugun ertalab qarasam mana shu ahvol. Buni mazasi qochdi 2 kun. Qayerda orqasida mana anaqasi bor. Ichi ketganlik nimasi borda. Ichi ketib qolgan xullas. 2 kun oldin bildim ichi ketganini. Shu dorisini berdim. Qaradim, keyin ketish to'xtadi. Kecha dorisini berdim. Vro'ji normal dedi. Kecha kechqurun berganim yo'q dorisini. Shu ertalab berganim edi, bo'ldi. Kecha kechqurun qaraganimda hammasi chikib edi. 4tasi ham mashta 4tasi ham maza qilib yurdi. Endi dam olib yotibdi. Maza qilib yurishganida bugun ertalab qarasam, naryoqda cho'zilib qotib qolgan. Endi bilmayman nimaga unaqa bo'ldi. Ular shunaqa bo'pti. Mana endi xatolar. Bundan biz shu o'ligidan nima qilishimiz kerak? Bu xato. Bundan biz o'rnak olishimiz kerak. Shu xatomizni qayta takrorlamaslik kerak. Menimcha o'sha xatoyim bo'ldi. Bularga ko'p o't berganim bo'ldi-da. O'tni kamaytirdim. Ozgina beryapman, u ham qurganrog'ini beryapman, bo'ldi. Boshqa narsa bermayapman. Sabzi va pishib bolalarga bermayapman. 2 oylik bo'lsin, keyin beraman deyapman, xudo xolasa. Chiroyli quyonchalar. Lekin mana shu o'lib ichi ketishda o'lib qolgani yomon bo'ldi. Har kuni endi kelib shu qarayapman bolalarga. Shuni sekin qilib men bu uyini ochib qarasam, jim o'tirgani bo'lsa, demak o'sha ichi ketyapti, mazasi yo'q. Sal o'shani ko'tarib orqa tomonni qarasam, o'zi anaqa qilib turadi o'sha. Axlatni suyu kelganda yoqishib qolgan, boshqa qilgan bo'ladi. Keyin uni olib tetratsiklin dorisini beraman. Tetrasiklinni bittasini olib turib o'sha 3 gram suvga yoki 2 gram suvga eritib, shu 2 gramlik yoki 2 gramlikda 2 gram shprisdagi olib turib boyagina sekin og'ziga jo'nataman. Shu nima qilib sekin og'ziga qo'yasiz, ichasiz. Keyin yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lgan edi, zo'r bo'lgan edi. Bittasi shunaqa bo'ldik, uni olib qoldik. Alhamdulillah. Davolay oldik. Hozir men sizga ko'rsataman shuni. Mana shuni. Mana bu yaxshi bo'lib qoldi. Mana bu joyga qarang, mana shu go'ng bo'lib yotuvdi-da. Shu endi hozir qurib nima qilib qoldi. Bunga shu dori berib 3 kun padra tush yaxshi vaqt qildim. Alhamdulillah bu qoldi. Nargisi o'lib qolganda o'sha 2 kun beruvdim. Hech anaqa bo'lmadi. O'sha kechqurun kelib charchadim, qaramadim to'g'risi. Kecha ham kechqurun kelib erinmasdan tushib o'shanga qarab dorisini berishim kerak edi. Men kecha tushdim, qaradim, hammasi yuribdi deb qo'yib qoldim, dorisini bermadim-da. Shunday berishim kerak edi. Mayli endi buyurgani nasib qilgani. Chunki kecha ertadan kechgacha yurdim, yo'qda bu yoqda charchab keldim-da. Xullas shunaqa gaplar. Mana shu yotganlari, mana qushimizda hammasi qaraymiz. Mana joyga qarab qo'yamiz ana. Hammasi. Buniki yaxshi. O'sha nima bo'lib turgan bo'lsa, buniki ham mana yaxshi. O'sha bu qotib qolgan bo'lsa, o'sha joyda demak muammosi bor. O'shalarga keyin bularga ichi ketgan bo'ladi, o'sha tetratsiklin beriladi.
Xo'p, bitta menda muammo o'sha bo'lishi mumkin. Chunki men bularga ko'p o't berdim. Chunki buni onalari 2 oyda olgan bo'lsam, 2 oyligida ularga o't berib o'rgatganman-da. Hammasiga o't yeyishni o'rgatganman. Shuning uchun bular bemalol yeyaverdi. Men o'sha bunga ham beraverdim, keyin bolasiga ham beraverdim. Endi nima qilaman, xudo xolasa, keyin kelgan bolalar uri ona sutidan chiqib, o'sha 20 kunlik deymizmi? Shu ko'zini ochib yurishni boshlagan payti o't berishni kamaytiraman-da, oxiri to'xtatib qo'yaman. Shu ana onasiga bermay turaman-da, kim bolalarni olaman deb yoqqa qo'yib, bersam ozgina mayda shu quriganlardan berib turaman, ko'p bermayman. 2 oy, 2,5 oylik bo'lgandan keyin o'sha berishim mumkin. Unda ham молочный kislotasini solib qo'yish kerak suviga. Men bularga tetrasiklin soldim. Fdan keladigan bir bola dori bor edi, yozib qo'yaman. Fialodazolmi, bir bola xullas, ham ishga chigadi. O'shani solib qo'ydim. O'sha bilan bo'ldi. Bularga молочный kislota bermabman. Qarasam bir hafta bo'ldi bermabman. O'zi onadan chiqarganda bularga молочный kislota berish kerak edi. Молочный kislota xuddi kislotaga o'xshaydi, o'tkir hidli, o'sha 1 litrga 1 gramm, 2 gramm o'sha qo'shib aralashib berasiz. Shunaqa berishim kerak. Shunaqa berdim bularga. Boshlab berdim, shu bir hafta bo'ldi bermagandim. Endi bugun xulosa tozalab o'shani berib qo'yaman. Shunaqa gap. Demak, birinchi yangilik o'sha minus bo'ldi. Buni olib borib endi ko'mib qo'yamiz. O'tga minus bo'ldi. Xo'p, 2 hafta oldin yana bittasini urib qo'ygandi. Xullas 3 tasi qoldi. 8 ta eslaringizdan boshida. Bitta sekin ketdi. Hammasi o'sha ich ketishdan bo'ldi. Ko'p xato ovqatlantirganimizdan bo'ldi-da. Quyon qanchalik katta bo'lsa, ana shu men bularga o'sha o'rgangan bo'lsa, o'tlarga, sabzilarga, boshqalarga o'sha bemalol hazm qilaveradi-da. Kichik bo'lsa o'sha oshqozon juda nozik bo'ladi. Bu biz uchun dars. Endi hamma birinchi bolasini katta qilishi, men tug'dirib, buni bolasini katta qilishimda, men bu onasi eslaringizda bo'lsa. Xo'p, yana yangilik, barakasini bersin deb qo'yasizlar, xudo xolasa bu qochdi. Mana qaranglar, o'zi qo'rqmaydigan bo'lib, kilolar bo'lib, mashallah bu qochgan. Xo'p, ahvol yaxshi. Mana shu qulog'ida mana shu ko'ryapsan, mana shu joy shu nimadir yanasi borga o'xshayapti, o'sha yerga anaqa surtib qo'yaman. Bitta maz bor, o'shaqa mazdan surtib qo'yaman. Onam o'zi vrachlar o'shalarni gaplashib qo'yaman. Qo'tirga o'xshamayapti, lekin o'shanga nimadir surtib qo'yganimiz yaxshi shekilli. Qo'tirda oyoqlari bo'ladi, buruni bo'ladi, quloqlari uchi bo'ladi, lekin bu yaxshi toza, alhamdulillah zo'r. Lekin o'sha joyga nimadir surtib qo'yamiz. Voy, bularga sabzi beraman. Bu pastga xudo xolasa bu ona quyonga. Bu zo'r, mana qarang, qo'lga o'rnashgan, ana qo'lingizni tishlab, ana qilaveradi-da. Yaxshi. Narigi ona quyon anaqa qo'rqoq, o'sha qo'rqoqlik yaxshi emas. Qo'rqoq ona quyondan kuchli bola, sog'lom bola tug'ilmaydi. Kelayotgan kattaligiga qaranglar, boya polni ikkita oyog'ini yoyib yotgan edi. Shunda ham ancha joy bor edi. Uzunasiga oyog'ini yoyib yotgandi, mazza qilibdi. Xo'p, bu qochgan. Xudo xolasa 25-iyulda qochgan. Bugun 1-avgust bo'lsa, xudo xolasa 25-iyunida 25-avgustda tug'adi inshaalloh. Kuzatib boringlar albatta. Shu tug'gandan, shu tug'ish jarayonidan xudo xolasa imkon bo'lsa videoga olib qo'yaman. Xo'p, bularga men ko'proq uzun ovqatini berishni boshladim. Faqat nima bo'ldi? Uzun ovqatni berishni boshlagandan keyin уже mana bu nimalari, ya'ni idishda beryapman. Bunaqa idishda beryapman-da. Naryoqda turibdi. Xullas ko'p rasxod bo'ldi. Ya'ni to'kib tashladilar. Mana, ko'ryapsizlar, to'kib tashlagan. Endi buni yig'ib olib bo'lmaydi, u go'ng bilan aralashib ketdi-da bu. Uni mana bunaqa idishi bor-ku, mana bunaqa. Mana shunaqa idishidan bor bitta shuni qo'yishim kerak bularga. Shuni qo'yaman xudo xolasa. Bitta mazgini kutib yurdim, shu bilan o'sha idishlarni yasamoqchi edik. Lekin u mazgan bir kelgani yo'q. Bir anaqa qilib hop deb yuraverdi. Xullas o'zim mashina qo'yib qo'yaman, o'zim sotib olganim yaxshi. Xo'p, demak, bu ona quyon 3 ta bolasi bor. Xudo xolasa shular endi o'lmasdan katta bo'ladi. Shulardan yana zurriyotlarni ko'paytiramiz. Mana bu uni adasi, mana pastda turgani bor, eng oxirida turibdi. Mana shu adasi. Mana ko'chada yuradigan Kuchinskiy quyonim bor-ku. Mana maplarda yurardi. Oldin bu
bog'da navay istagida turgan paytda ana shu chiqib ketib bog'da yurardida. Mazza qilib o'zi o'tlab qaytib kelardi. Mushuk sushuk hech temas edi. Shunaqa Kuchinskiy quyon bu mana. Ishkal bo'lsa quyonlar orasida mana shu borib ketaveradi. Xo'p, mana bu erkak quyon, bu ham malades. Xudo xolasa bu ham narigi quyonni qochirdi. Yana hozir mana buni ko'rsatay, mana ikkinchi qafas, sizlar ko'rganlaringiz o'sha kattani yangi qafasini olib keldim. Mana shu quyonni ham qochdi. Eslaringizda bo'lsa, bu quyon birinchi tuqqan paytida 9 ta tug'ib o'ldirib qo'ygan hammasini. Mana shu quyon. Xo'p, muammosi nimada bu quyonni? Bunga hozir ovqat beramiz. Muammosi bu qo'rqoqroq ozgina. Ozgina qo'rqoqroq. Endi bunga sekin ana sabzilar berib, narsalar berib, qo'lda sekin o'rgatishimiz kerak. Siypalab, o'sha bir yaxshi gaplarni aytib, o'sha shunaqa bo'ladi-yu, quyonchalarga yaxshi gaplar aytsa, ona siypalab o'tirsa, bunday qoshlarini, sochlarini, quloqlarini bunday qilib qo'ysa, mana yoqadi-ku. Ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ko'zini yumib bo'ladi. Qarang, o deb mana. Va mazgani. Xullas shuni sekin endi nima qilishim kerak ana. Qo'rqmaydigan qilishimiz kerak. Chunki tuqqanida shu qo'rqmaydigan bo'lsa, svobodni yursa, ya'ni bemalol shu o'zini his qilsa, yaxshi his qilsa, yaxshi tug'ib oladi, bolalarga ham yaxshi qaraydi-da. Inshaalloh. Ikkinchisi endi Xudo xolasa bu tug'ib bolalarni katta qiladi. Mabodogina o'xshamay qolsa, buni sirazi go'shtga pishit qilib yuboramiz. Ya'ni uchinchi shans bo'lmaydi o'sha. Uchinchi shans bermaymiz. Tushundingmi? Yaxshi bolalarni katta qilsang, yana tug'irasan. Bo'lmasa, pishit bo'lasan. Shu gapimni ham tushunmadi. Bu odam gapini tushunmaydi. Buncha to'g'rimi? Yana qo'rqib nima qilmasin. Xo'p, xullas shu gaplar, yangiliklardan shu. Minus bo'lgani, ona quyonlarni qochgani, mana bu qafasni tushirganim yangilik. Xo'p, bu yerda. Mana shu quyon bir 5 kilo bo'lsa kerak, 4-5 kilo borda. Xo'p, bu mazgi qochgisi kelmayapti. Hech iloji bo'lmadi. Bugun yana bir ko'ramiz nasib qilsa. Qanday? Oldin suvga Yeselen degan dorini o'sha 1 grammini 1 litrga solib bering deyishgandi. Shuni berib turdim, foyda bo'lmadi. 10 kuncha bo'ldi, bo'lmadi. Keyin uni Yeselendan 0,5 milligram tortib, keyin 1,5 milligram yoki 2 milligram suv tortib boyagiga. Xullas, yarımni 2 bilan aralashtirdim-da, 2 gram onaqa yaxshi suv bilan aralashtirib, og'ziga shpris bilan jo'natdim. 3 kunmi, 4 kun bo'ldi menimcha, 4 kun bo'ldi. Xo'p, nima qilamiz endi? Yana bir buni qochirishga harakat qilamiz. Bugun ertalab dorisini berganmidi? Menimcha bergan edim. Yo'q, bermadim, berdim menimcha. Shu bitta yozib qo'yadigan joy qilishim kerak. Ya'ni bunga dori berildi, petitsiya qo'yibdi. Masalan, u ish qilindi, petitsiya qilib. Hokazo buni qilishimiz kerak. O'zim software injenerman-ku, shunga nimadir o'ylab topaman, xudo xolasa bir programma qilib, telefondan kirib tap ishlaydigan narsa qilamiz. Xo'p, xullas, agar qochmasa, bu ham ertadan qochmasa, buni ham tirs, tushundingizmi? Tirs qo'raveramiz. O'zi bu tanishimniki edi. Men aytdim tanishimga. Agar qochmasini so'yib yuboramiz dedim. Bo'ldi, gap yo'q dedi. So'yib yuborur dedi. Mana shu yerda pishirib yeymiz dedi. Chaqirsang bo'ldi dedim. Aytdim, gap yo'q dedim, xudo xolasa. Nima qilamiz? Chotki ujum bo'ladi-da. Hammasini bosib yuborib, kartochkalar bilan, jizlar bilan tirsillatib, va dahshat bo'lsa, jiz-biz qiladi. Quyonni go'shtidan jizlar qilib, qovurib, mazza qilib, xullas shunaqa. Tushundingmi? Barcha tushunmadi degan umiddaman men gapimni. Xo'p, bo'ldi. Tozalamasam bo'lmaydi. Bu yerda tozalamasa bo'lmaydi, hidi bor. Demak, quyon boqayotganda o'sha o'ylamaslik kerak. Hammasi zo'r bo'ladi deb. Mana shuncha o'lim bo'lyapti, ko'rasizlarmi? 8 tadan 3 tasi qoldi. Endi xudo xolasa o'lmaydi degan umiddaman. O'limiga turib berish kerak, chidab berishingiz kerak. Dorisini vaqtida berishingiz kerak, vaqtida qarish yo'lini qilish kerak. Hidiga hozir hid bo'lyapti, to'g'risi. Zo'r tursangiz hidi kelmaydi, lekin yoniga borsangiz hid o'zi burningiz bitib qolmasa, o'zi bilinadi-da. Bo'lmasa bilan qachon? Chorshanba kuni tozalagandim. Bugun shanba kuni, 3 kun oldin, 3 kun 4 kun oldin tozalanganda bular.
bu hozir podvalda turibdi. Endi xudo xolasa bu yerdan olaman. Sentyabrda sovuq tushadi-ku o'sha. Sentyabrda havo 27 gradusdan oshmaydigan bo'lgan paytda hammasini olaman. Tashqariga chiqaraman. O'sha jo'jaxonam, tovuqxonamda bor, o'sha yerda qo'yib turaman. Keyingi yil xudo xolasa уже nima qilaman? Alohida quyonxona quraman. Alohida g'ir-davaragi anaqa shu tovuqxona qurganda yo qo'yxona qurganda qurib, o'sha ventilyatörlarga moslab xudo xolasa qurib, keyingi yil qishda, ya'ni yozda bular o'sha yerda o'tkazib olasiz. Yozda bular shu 40 gradusda qiynalmasin deb bularni podvalga tushirdim-da. Chunki bular 27 dan baland hisoblanar ekanda. Nima qilamiz? Oson emas deganlar bu. Men videolarimni ko'rib mana ham ishni ishlab ham mana bu quyonlarni qilish oson ekan deb o'ylamanglar. Buni o'zi mashaqqati bor, o'shanga chidab berish kerak-da. O'shuning uchun boshidan хотя бы ikkita quyon olish kerak-da. Shuni boqib, o'shani katta qilishga harakat qilish kerak-da. O'shani katta qilib, o'rganib, katta qilib o'rganib, keyin ko'paytirasiz. Men 4 tadan boshlagandim. Reально shu boshlayman deganimda 4 ta bor edi. 4 ta xikold ona quyonlarni Laylo opadan olgandim. Yani ikkita anaqa ayoli, ikkita erkagini olgandim. Shularni qo'shib ko'paytirgandim. Men tanishimga olib bergandim, tayyor bo'g'ozini, men lekin o'ldirib qo'ydi. Sababi menimcha o'sha u yozni boshi 9-mayda edi, o'sha paytda issiq bo'lib oldi. Ko'chada qoldi, menimcha quyosh qolib ketdi. Xullas, shu issiqdan ketib qoldi, qaramadi vaqtida. O'shanaqa ham bo'ldi. Va hokazo. Shunaqa gaplar, tozalashim kerak. Bu yerdan supurib, tozalab, kema bilan idishlarni berib qo'shmayman yotishiga qarayman. Oyog'im go'zalda deb yozibdi-da ana. G'am yema hayotda, mazza qilib yashaginni deyapti. Ovqating tayyor, suving tayyor, nima g'aming bor deyapti-da. Shunaqa gaplar. Omon bo'lasizlar, charchamanglar.